Assalomu alaykum, o'qituvchini hayot sug'ur kunini ham boshlab oldik. Bugun chokolokni bir tayyorlab ko'rdim. Bir internetda mashhur bomba yangiliklardan bittasi bo'lib turibdi. Ilitilgan sutga saryog'i, shakari, drojani, bitta tuxumni chaqib oldik, mana unlarni. Shunday ovozlar bilan yaxshilab mehr bilan bir chapga, bir o'ngga aylantirib, quyuqroq xamir qilib oldik. Keyin unni yana ozgina soldik-da, sababi uni kam bo'lib qolgan ekan va mana shu holatga keltirib oldik. Keltirib qozonga mehr berib, sekin baklashkani qopqog'i bilan ularni bo'lishni boshladik. Keyin asta-sekin qovurib olib, yana mehrni berib, mana kichkina bo'lgircha men qo'llari tegdi, biram asal qo'llari tegib, asal o'ziga o'xshagan chokolokmalarimiz mana tayyor bo'lib, ustiga shokoladni eritib qo'yishni boshladik. Menda kichkinagina xamirdan mana ikkita idishda, katta idishda chiqdi. Sugushonqani ham qo'ydik-da, men chunki shirinlikni juda ham sevaman. Uni ustiga kokosli strushkalarni sepib, mehr berib tayyorlab oldim. Yoqimli ishtaha.